Assalomu alaykum. Oldingi darsimizda sod harfi haqida gaplashib, sod harfini qanaqa yozilishi haqida ko'rib o'tgan edik. Bugun to harfini yozishni o'rganamiz. Undan oldin sod bilan to harfini farqlarini aytib o'taman. Sod harfi o'zidan keyingi harfga qo'shilayotgan paytda ilmoqchasi bo'ladi. Ya'ni tishi deydi buni. Sod harfini yozgandan keyin bitta ilmoqchasi bo'lishi kerak. Ya'ni undan keladigan keyingi harf bilan sodni ajratib turish uchun. To harfida bunaqa narsa bo'lmaydi. Chunki to harfini toligini bildirib turadigan alomat bu alif bo'ladi. Tak. Endi to harfini alifdan boshlab ya harfigacha ulab chiqishni boshlaymiz endi. Xuddi korpusi o'zini, ya'ni sod harfiga o'ziga o'xshaydi. Bizdan talab qiladigan narsa shu. Eng katta mashq shu sod harfini bosh qismi bo'ladi. Bu osonroq bo'ladi. Ya'ni sod harfini yaxshi topshirganlar uchun bu mashq osonroq kechadi. Sin toni to'g'rilanishi fadan keyin qof. Hamtaja berilib ketdi mana. To harfini o'zi bo'yi ikkita katay bo'lsa yetadi-da. Uchta qo'rma. Bu yo'lida. Unaqasi yo'q, qo'rqinchli joyi yo'q. O'zi xattotlikda hoplanmay. Xattotlikda alifni o'zi aniq bitta o'lchov birligi yo'q. Endi nasx buxoriy kichkina xat turlarida o'zini o'lchov birligi bo'lsa, masalan, sulusda yozayotgan bo'lsangiz, sulusda o'zi o'lchov birligi bo'lmaydi. Mana shu misol uchun mana bu yozig'ingiz ham sulusga o'xshab ketayotgani uchun endi alifni bundoq baland qilib yuborsangiz ham bunaqa katta rol o'ynamaydi. Nun. Wow. Lam alifga qaranglar. Mana lam alifni ko'pchilik haligacha noto'g'ri yozyapti. Shuni to'g'ri yozishga yaxshilab qarash kerak. Ya. Bo'ldi. Bu to harfi edi. Rasmga olib tashlab qo'yaman. Assalomu alaykum.